Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi video kursda Cisco Packet Tracker dasturi orqali syslog log fayllarni serverda yozib olishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga bitta server qurilmasi, ikkita router, ikkita switch, hamda ikkita PC qurilmasi kerak bo'ladi. Foydalanuvchi uchun bu. Mana biz o'rtacha darajadagi tarmoq topologiyasi uchun qurilmalarni joylashtirib oldik. Endi bularni kabel orqali bir-biriga ulab chiqamiz. Ushbu kabelga to'xtalib o'tsak, Copper Straight deb nomlanadigan kabelda fast Ethernet portlariga ulab chiqamiz. Birinchi navbatda PC va switch qurilmalarini. Switch va routerni esa switchni fast Ethernetda, routerni esa gigabit Ethernet portiga ulaymiz. Endi router va serverni bir-biriga ulashda esa Copper crossover kabeldan foydalanamiz. Bunda ham portlar gigabit Ethernet portlariga ulanadi. Mana qurilmalarni ham bir-biriga ulab oldik. Endi ushbu qurilmalardan tarmoq hosil qilish uchun har biriga IP adres berib chiqishimiz kerak. Aniqrog'i, routerlarning portlariga IP adres beriladi, serverga IP adres beriladi va PC qurilmalariga IP adres beriladi. Birinchi serverdan boshlasak, desktop bo'limida IP configuration .0.2 subnet mask default gateway bo'limiga esa 10.0.0.1 kiritdik. Serverga IP berdik. Endi routerning server bilan bog'langan qismiga IP beramiz. Buning uchun birinchi navbatda mana portni, ya'ni routerni serverga tomon ulangan kabelning portini aniqlab olishimiz kerak. Demak, ko'rib turganinglardek gigabit Ethernet 02 port ekan. Xo'sh, avvalambor routerga ulanib, configuration terminal komandalarini terib, interface gigabit 02 portiga ulandik va IP adres beryapmiz. IP adres 10.0.1 berdim men. 255.0.0. Router 0 qurilmamizning gigabit 02 portiga IP adres berdik va buni ishga tushirib qo'yamiz no shutdown buyrug'i bilan. Mana ko'rib turganingizdek yashil belgi chiqdi. Xo'sh, birinchi port ulandi, ikkinchi port router 1 va router 0 qurilmasi orasidagi kabelning portida. Bu port gigabit Ethernet 01. Demak, bu portimizdan chiqamiz. Exit komandasi orqali ikkinchi portga kirib olamiz. Gigabit Ethernet 01 edi. Bunga ham IP adres beramiz. IP adres berishda shu muhimki, berilayotgan IP adres ikkita qurilmaga bir xil IP adres berib bo'lmaydi. 255.0.0 no shutdown buyrug'i bilan buni ham ishga tushiramiz.
Bu port yondi. Keyingi qadamga o'tamiz. Bu port keyingisida 3-port, ya'ni switch va routerni ulab turgan ushbu kabelning portiga ulanib olamiz. Bu port gigabit ethernet 0.0. Bunga ham IP adres beramiz. Burada nimadir xato ketdi. Gigabit ethernet 0.0. IP address complete command. Exit qilib qayta kiraylik. Interface gigabit ethernet 0.0. Bunda IP address uzr, komandalarni terish IP adres bo'sh qolib ketibdi-ku. IP adres 30.0.0.1 255.0.0.0. Mana bunga ham IP adres berdik va ishga tushiramiz. Shutdown buyrug'i bilan. Ko'rib turganingizdek bu port ochildi. Endi keyingi qilinadigan ish, hop, router 1 qurilmasini portlariga ham IP beramiz. IP adres enable configuration terminal. Men buyruqlarni qisqartirib yozyapman. Buni xohlaganda yozishingiz mumkin. Men vaqtdan unumliroq foydalanish uchun komandalar buyruqlarni qisqartirib yozyapman. Interface gigabit ethernet 0.1 port edi bu ham. IP adres bunisiga 20.0.0.2 ni beramiz bunisiga, chunki bunisiga 0.1 deb bergan edik. 255.0.0. Bu esa subnet gateway edi desmasam. Subnet mask Subnet mask uchun IP 255.0.0. Buni ham tushuntirib ketayin. O'sha down buyrug'i orqali buni ham ishga tushirib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, router 0 va router 1 qurilmasi ham o'zaro bog'landi. Aniqroq IP adres berildi. Bu portdan chiqamiz exit buyrug'i orqali. Endi ikkinchi port gigabit ethernet 0.1 port edi. Shunga ulanib olamiz. Internet gigabit ethernet 0.0 porti ulandik. Endi bunga ham IP adres beramiz. .0.0.1 255.0.0.0 IP adres berib oldik. Buni ham ishga tushiramiz shutdown buyrug'i orqali. Ko'rib turganingizdek IP adreslar berildi. Router va serverga. Keyingi qilinadigan ish, endi PC qurilmalariga ham IP adres bera olamiz. IP configuration IP adres 30.0.0.2. Bunisiga 0.1 bergan edik. Subnet mask. Default gateway'ga 30.0.0.1. Router 0 qurilmasi uchun edi bu, adashmasam. Default gateway. Hop. IP adres berdik. PC1 qurilmasiga ham xuddi shunday IP bera olamiz. 40 bilan boshlanuvchi IP deb bergandik. Oxirgi
Mana PC qurilmalariga ham IP'larni berib bo'ldik. Endi routerlarni sozlab chiqishimiz kerak. Ya'ni yo'nalishni to'g'ri belgilash uchun kerak bo'ladi bu. Birinchi router noldan boshlasak. Bu portdan chiqib oldik. Routerni o'zi IP route 40 bilan boshlangan port edi. Bu PC qurilmasi edi. 255 subnet maskimiz va 20.0.0.2. Bu esa router 1 bilan bog'lanish uchun berilgan IP adresimiz edi. Yo'nalishni belgilab oldik router 0 qurilmasida. Endi router 1 qurilmasida ham olamiz. Portdan chiqib oldik exit buyruq orqali IP route 40 10 10.0.0 ushbu IP adres serverniki edi. Subnet mask 20.0.0.2. Bu esa router bilan bog'lanish uchun 01 etgan. Keyingisida xuddi shuni 20 bilan boshlanuvchi IP adres bilan beramiz. Chunki mana bu yerda 22 ta port bo'lgan bo'lsa, mana bu yerda 20 bilan berilgan port bu gigabit ethernet 01, ya'ni bu router 1 va router 0 qurilmasi orasida edi. 10.00 berganimizning sababi esa bu server bilan bog'lanish uchun berilgan IP adres edi bu. Yo'nalishlarni belgilab oldik. Ko'rib turganingizdek routerlarda keyingi qadam endi asosiysi syslog log fayllarni yozib olish serverda. Buning uchun serverda servis bo'limiga o'tib syslog qismiga qaraymiz. Syslog bo'limiga ushbu joyda bir qancha protokollar mavjud, ya'ni HTTP, DHCP va hokazo. Bizga esa bugungi dars uchun syslog protokoli uchun log fayllarni shu oynada yozib olish kerak. Ko'rib turganingizdek 10 holatida yonib turibdi ushbu protokol. Shunga e'tiborli bo'lish kerak birinchi navbatda. Endi routerlarda ushbu syslogni sozlab olamiz. Ya'ni buning uchun nima qilamiz? Login 10.0.0.2 bu serverning IP adresiga loglarni yuborish uchun kiritilayotgan buyruq. Login trap debugging. Bu esa ushbu log fayllarni darajasini belgilaydi. Trap 7-daraja hisoblanadi. 7-daraja deyarli barcha log fayllarni yozib oladi. Buning turli xil darajalari ham mavjud. Keyingi buyruq service timestamps log data times. Ushbu buyruqni kiritayotgan sababi log fayllarni data times mcx. Ushbu buyruqni kiritayotganimiz sababi log fayllarning aynan qaysi vaqtda ro'y berganini yozib olish edi. Hop, router 0 qurilmasi bo'ldi. Endi router 1 qurilmasiga ham xuddi shunday kiritamiz. Login 10.0.2 login trap debugging.
service timestamps log data times mc. Mana buni ham syslogga uladik, anaroq serverga uladik log fayllarni jo'natish uchun. Endi ushbu qurilmalarda bo'luvchi holatlar barchasi log fayl sifatida serverda syslog protokolda paydo bo'ladi. Hozir hech qanday buyruq qilmadik. Ko'rib turganingizdek log fayllar yo'q. Demak, router 0 deb avvalambor yoqib o'chirib beramiz. Birinchi portga kirib olamiz. Gigabit Ethernet 0.1 masalan. Ushbu portni o'chirib yoqamiz. Shutdown buyrug'i orqali o'chirdik va shutdown buyrug'i orqali yana qayta yoqamiz. Mana ushbu log fayl yozib olindi. Endi ushbu log faylni serverni tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, ushbu router 0 qurilmasida log faylni serverda saqlab olindi. Router 0 qurilmasida. Keyingisi router 1 qurilmasidan o'tishini sinab ko'ramiz. Bundan ham birorta portga kirib olamiz. Gigabit 0.1 masalan. Shutdown buyrug'i orqali o'chirib, shutdown buyrug'i orqali yana qayta ishga tushiramiz. Mana ko'rib turganingizdek log fayl yozib olindi, ya'ni harakat yozib olindi. Xo'sh, shutdown. Mana ko'rib turganingizdek syslog faylda yana harakat kuzatildi qo'shimcha. Router 1 qurilmamizda amalga oshirilgan mana bu log fayl bu yerda yozib olindi mana. Vaqtlarni tekshirib olsak bo'ladi mana 16 iyul 16 12 16. Barchasi to'g'ri ishlayapti. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.